Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Biz har galgidek yurtdoshlarimizni, yoshlarimizni qiziqtirgan soha vakillari bilan birgalikda har hafta jonli vebinarimizni amalga oshirmoqdamiz va ko'pchilik yoshlarning talab va takliflaridan kelib chiqqan holatda murojaat botlarimizga hamda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga aynan Ichki ishlar vazirligi tizimiga qiziqish juda ham katta bo'ldi yoshlarimizdan va shundan kelib chiqib biz bugungi jonli vebinarimizni spikeri sifatida bu galgi mehmonimiz Ichki ishlar vazirligining ma'naviy ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash departamenti boshqarma boshlig'i podpolkovnik Abdiyev Farid Polatovichni taklif etdik. Assalomu alaykum Farid aka. Studiyamizga ko'rganimizdan bag'oyatda mamnunmiz. Farid aka, nega aynan bugun biz Ichki ishlar vazirligi tizimini tanladik? Chunki mana shu sohaga kiruvchi bo'lgan qiziqish bildirayotgan yoshlarimiz juda ham ko'p. Qanday shartlari bor, qanaqa mezonlar asosida qabul qilinadi degan savollar juda ham ko'p. Keling, dastavval bir kirish qilib bersangiz, shundan so'ng biz suhbatimizni davom ettirsak va nima desam bo'ladi, to'g'ridan to'g'ri jonli efir orqali kelayotgan savollarga yoshlarimizni javoblarini beramiz. Rahmat aka, rahmat. So'zimni boshlashdan oldin alohida minnatdorchilik bildirmoqchi edim tashkilotchilarga. Chunki bu biz uchun ham ishga kirishga istak bildirayotgan nomzodlar uchun ayni muddao bo'ladi deb o'ylayman. Negaki yaqinda ichki ishlar tizimiga ishga kirish bo'yicha yangi tartib e'lon qilindi. Bu bo'yicha hali keyingi ma'ruzalarimizda chuqurroq to'xtalamiz. Men aytmoqchi bo'lganim, bu bo'yicha o'sha tizimga yangi e'lon qilingan tartib bo'yicha Daryo.uz o'sha rasmiy saytlarga e'lonlar berdik. Lekin baribir ham ko'nglimiz to'lmay turgan ediki, bu qanday mana jonli muloqot ayni muddao bo'ldi. Albatta. Hozir qisqacha men kirish qismida ta'kidlab o'tmoqchi bo'lganim, o'sha ishga qabul qilish tartiblari bo'yicha joriy yilda bizda prezident qarori tasdiqlangan, 10-sonli qaror. 10-sonli qaror bilan bizga topshiriqlar belgilangandi. Yangi tartib asosida xizmatga qabul qilish tartiblarini ishlab chiqish. Aynan yeni nomzod yopiq axborot tizimini yaratish, xizmatga qabul qilish jarayonlarini to'liq raqamlashtirish. Tanlovning barcha bosqichlaridan faqat yaxshi va a'lo baho olgan nomzodlarni xizmatga qabul qilish choralarini ko'rish, lavozimlarni yuqori ma'naviy, axloqiy, ishchanlik va kasbiy sifatlarga ega nomzodlar bilan jamlashni nazarda tutgan holda ichki ishlar organlarida xizmatga qabul qilishning sifat jihatdan yangi, soddalashtirilgan tartibini o'rnatish. Ushbu topshiriqdan kelib chiqib, Ichki ishlar vazirligida me'yoriy buyruq imzolandi. Bu o'sha Adliya vazirligidan ham ro'yxatdan o'tkazildi. Ro'yxatdan o'tkazilib, aholiga ham bu o'sha rasmiy saytlar orqali yetkazildi. Ma'lumotlar berib borilyapti. Ma'lumotlar berib borilyapti. Endi boyagi yana qayta takror etganim, bu ayni muddao bo'ldi. Mana jonli efir tashkilotchilarga. Endi tartiblar bo'yicha qisqacha tushuncha beradigan bo'lsam, hozir tanlov tadbirlarimiz ikki bosqichga amalga oshiriladigan bo'ldi. Birinchi bosqichni saralash bosqichi. Bunda ro'yxatdan o'tish, dastlabki o'rganish, intellektual rivojlanganlik darajasi va psixoemotsional barqarorligini baholash, test sinovi, jismoniy tayyorgarlik darajasini baholash. O'rganish bosqichimiz bor. Bunda nomzodlarning xizmatga yaroqlilik darajasini aniqlash, psixofiziologik tekshiruv o'tkazish orqali ularni o'sha xizmatga qabul qilishga to'sqinlik qiladigan salbiy omillarni aniqlash maqsadida mana shunaqa yangi tartiblar joriy etildi. Endi tartiblar bo'yicha qisqacha tushuncha beradigan bo'lsam, test sinovi bizda O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi bilim va malakalarni baholash agentligi tomonidan o'tkaziladigan bo'ldi. Bu bo'yicha ham alohida Vazirlar Mahkamasining qarori tasdiqlandi. Aynan test sinovlarini qabul qilish tartiblari bo'yicha, o'tkazish tartiblari bo'yicha 2023-yil 31-avgustdan 433-son. Aynan ichki ishlar organlari xizmatiga kiruvchi nomzodlar bilan test sinovlarini qabul qilish tartiblari shu qaror bilan belgilab berildi. Bunga ko'ra hozir bizda jami 30 ta savol, 30 tadan jami 90 ta savol 3 ta yo'nalishda belgilangan bo'ldi. Bunda har bir fan bo'yicha 3 mana masalan huquqshunoslik fani bo'yicha bo'ladigan bo'lsa 3 ball belgilandi savolga to'g'ri javobga. O'zbekiston tarixidan eng yangi tarixi bo'yicha O'zbekistonning 201 ball belgilandi. Tarbiya fani bo'yicha 1 ball. Demak, jami 189 ball maksimal ball to'plash mumkin. Bu qarorda belgilandi. Vazirlikning ham me'yoriy buyrug'i tasdiqlangandan keyin 134 ball prohodnoy ball, o'tish balli deb belgilandi.
nomzodlarimiz uchun. Demak, Farid aka, yoshlarimiz mana hozir savollar berishni boshlashyapti va biroz ovozingizni balandroq gapirishingizni iltimos qilishyapti va men ham ovozimni balandroq gapiraman, chunki efir sifatida ozgina muammo bo'lyapti, adashmasam. Va o'zi umuman ichki ishlar sohasi juda ham keng sohada. Har bir yigit ham ko'chada yuradimi yoki boshqa odam forma kiygan, misol uchun yigitlarga nisbatan qiziqishi bor o'zi umuman. Va qizlarimizda ham aynan mana shu libosni kiyishga bo'lgan bir o'zgacha ishtiyoq bo'lishi mumkin. Mana savollarga o'taman. Agar ruxsat bersangiz, shundan so'ng yana mavzularga kelib to'xtalib o'tib beramiz. Oliy ta'lim muassasasini tugatgan yoki harbiy xizmatni o'tab qaytgan yigitlarning, shuningdek, qizlarning ham aksariyati shu sohada ishlash istagida bo'ladi. Tizimga ishga kirish uchun fuqarolar necha yoshda bo'lishi kerak? Keling, mana shu haqida suhbatlashamiz. Xo'p, bu 34-13 son qaror tasdiqlangan 2017-yildan shu qarorda belgilab qo'yilgan. Bizda 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan fuqarolarimiz xizmatga qabul qilinadi. 30 yoshdagi ham. 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan fuqarolarimiz tanlovlarga qatnashishi mumkin bo'ladi. Endi alohida tor mutaxassislik bo'yicha yo'nalishlarimiz bor. U yerda ham tartiblar belgilangan. Masalan, tibbiyot yo'nalishi bo'lishi mumkin, axborot texnologiya yo'nalishi bo'lishi mumkin. Bularda ham 30 yoshdan yuqori bo'ladigan, mana bu kecha 34-84 qaror bilan adliyadan ro'yxatdan o'tgan buyrug'imiz bilan 601 vazirlik buyrug'i o'sha internetda e'lon qilingan. Bu yerda ham o'sha 30 yoshdan katta olinadigan lavozimlarga ro'yxat belgilangan. Qaysi yo'nalishlarda, qaysi mutaxassis ekan nomzodlar 30 yoshdan katta olinishi mumkin. Buni ham bemalol tanishib olishingiz mumkin. 30 yoshdan katta olinadigan lavozimlarimiz ham bor, tor mutaxassisga ega bo'lgan nomzodlar bo'lsa. Farid aka, o'zi umuman qizlar uchun qanday talablar bor va yigitlarga qo'yiladigan talablardan qanday farq qiladi? Nimasi bilan farq qiladi? Deylik, misol uchun jismoniy tayyorgarligi, psixologik test jarayonlari, shu haqida ham savollar berishyapti-da. Da. Endi tanlovlar asosan umumiy tartibda o'tkaziladi. Tanlovlarda endi bo'y masalasida farq bor. Erkak nomzodlarimizga 165 bo'y chegara me'yor belgilangan bo'lsa, qizlarimizga 160. Sport sinovlarida ham tartiblari, sinovlarni sal boshqacharoq, erkaklarga qaraganda yengilroq qizlar uchun sport sinovlarimiz. Asosan shunda farq qiladi. Boshqa hamma talablar umumiy asosda o'tkaziladi tanlovlarimiz. Rahmat. Juda ham savollar ko'p, sizga ham ko'rsatishim mumkin. Hali bu yoqda ham savollar kelib, shuning uchun asosiy e'tiborimizni bugun hurmatli yoshlar savol-javobga qaratamiz va mana shu ichki ishlar tizimiga ishga kirishdagi savollaringiz bo'lsa yoki ichki ishlar akademiyalariga kirishda qanday muammolarga duch kelayotgan bo'lsangiz, quyidagi chat orqali bemalol o'z savollaringizni berishingiz mumkin bo'ladi. Demak, navbatdagi savolga o'taman. Ichki ishlar organlariga ishga kirish uchun qayerga va kimga murojaat qilish lozim degan savolni berishyapti. Chunki bir xilgilar bizga yozishda murojaatlarga Mudofaa vazirligiga borishyapti. O'zi qayerga, kadrlar boshqarmasiga uchrashadimi joylarda va ishonch telefonlarini ham aytib ketsangiz maqsadga muvofiq bo'lardi. Rahmat. Boya tanlov bosqichlarini sanab o'tdim. Saralash bosqichida ro'yxatdan o'tish degan joyi bor. Ro'yxatdan o'tish deyildi. Bizada men nomzodlarimizga tavsiya qilaman, Ichki ishlar vazirligining veb-saytiga ulanib olishdi. Har bir hududlarda ichki ishlar boshqarmalarining o'zining veb-saytlari bor. Veb-saytlariga albatta ulanib olishsa, bizada tanlov e'lon qilinadi, ehtiyoj bo'lganda. Har doim ham tanlov bo'lmaydi, qachonki bo'sh lavozimlar ochilganda tanlovlar e'lon qilinadi veb-saytlar orqali. Bu bizada tartib bo'yicha, bu qarorda ham belgilangan. Doimiy ro'yxatdan o'tgan joyi bo'yicha murojaat qilish kerak nomzodlar. Faqat Toshkent shaharga istisno tariqasida ruxsat berilgan, boshqa viloyatlardan ham kelib tanlovlarda qatnashishi mumkin. Boshqa hududlarda yashayotgan, doimiy ro'yxatda turgan fuqarolarimiz o'zini yashash hududi bo'yicha faqat tanlovlar e'lon qilinganda ro'yxatdan o'tsa bo'ldi. Bu yog'i o'sha ro'yxatdan o'tgandan keyin boyagidek bizda endi axborotlashtirish tizimi yo'lga qo'yilyapti. Mana hozir byurolarimiz tasdiqlandi. Yanvar oyidan yangi tartib asosida biz tanlovlarni o'tkazamiz. Ro'yxatdan o'tishdan boshlab boyagidek keyin qolgan hamma jarayonlarni biz o'zi o'sha ro'yxatdan o'tgandan keyin e'lon qilib boramiz nomzodga elektron shaklda. Tanlov bo'ladigan kuni, bo'ladigan joyi, har birini faqat ro'yxatdan o'tsa bo'ldi, o'rnatilgan tartibda. Yana bir savol bilan Davronbek Umarov nomli akkauntga yozyaptilar. Ko'pchilikda ichki ishlar idoralariga ishga kirishda har doim murakkab bo'lgan degan e'tirozlar uchraydi. Ishga kirishga da'vogarlar ko'p hujjat tayyorlab topshirish kerak deyishadi. Bu qanchalik asosli? O'zi qanaqa hujjatlar yig'iladi asosan? Keling, mana shu haqida ham, chunki bizni hozir juda ham ko'plab tomoshabinlarimiz, yoshlarimiz kuzatishyapti va ularga ham bir manfaatli bo'lardi ushbu berayotgan javobimiz. Rahmat.
hozir endi bu oldingi tartiblar bo'yicha menimcha nomzodimiz oldingi tartiblarni aytyaptilar shekilli. Hozir juda ixchamlashib ketdi. Mana hozir yangi tartibda ham soddalashtirish vazifasi yuklatilgan edi. Soddalashtirish masalalari ham bu yerda ishlab chiqildi. E-nomzod degan boya elektron platformani sizlarga aytib o'tdim. E-nomzod orqali hujjatlar уже biza elektron boyaki tortib oladigan bo'ldik. Pasport nusxasi bo'ladimi yoki metrkasi bo'ladimi, boshqa qog'ozbozlikdan ancha voz kechilyapti. Mana hali tanlovlarimiz yangi yo'lga qo'ygandan keyin buni o'zinglar ham guvohini bo'lasizlar. Murojaat qilish boshlandi. Dastlabki o'rganish boshlangandan keyin birinchi galda umumiy o'sha talablarga biza dastlabki o'rganishda buni o'rganib ko'ramiz. Bu yerda aytganim bo'y masalasi bor, ma'lumot masalasi bor. Dastlabki o'rganishda shu umumiy talablarga mosligi o'rganilgandan keyin keyingi bosqichlarga o'tib o'rganish bosqichiga yetib kelganda hujjatlar asosan so'raladi. Ungacha hujjatlar talab qilinmaydi. Ariza yozib, boyagidek o'rganish bosqichiga hujjatlarni rasmiylash jarayoni boshlangandan keyin hujjatlar so'raladi. Qanaqa? Pasport nusxa boyagidek biz o'zimiz elektron shaklda oladigandan tashqari yana qo'shimcha hujjatlar so'ralishi mumkin. Anketa deymiz, tarjimai hol, qarindoshlar to'g'risida ma'lumotlar to'ldirib berish kerak bo'ladi. Lekin asosiy hozir biz elektron shaklda faqat bizdan ro'yxatdan o'tsa bo'ldi. Biz qolgan hujjatlarni hammasini biz o'sha Davlat xizmatlari agentligida o'sha belgilangan tartibda biz pasport nusxasi bo'ladimi, qarindoshlar agar pasport nusxasi bo'ladigan bo'lsa, u yerdan bemalol olishimiz mumkin bo'lyapti hozir. Yeni nomzod ishga tushgandan keyin. Farid aka, o'zi umuman barcha nomzodlar hujjatlarni taqdim qilib bo'lgach, nomzodlarni qanday sinovlar kutadi? Yana baribir saralab olish bo'ladi-ku, to'g'rimi? Men tushunishim bo'yicha. Albatta, boya o'tganda ikki bosqichda saralash, o'rganish. Saralash bosqichida boyagida dastlabki o'rganish umumiy talablarga to'g'ri kelsa, keyin psixologik test deydi. Oddiy til bilan aytganda psixologik testimiz bor. Undan keyin bo'laki bilim va malakalarni belgilash, aniqlash agentligi tomonidan o'tkaziladigan test sinovimiz bor. Test sinovidan o'tgandan keyin jismoniy tayyorgarlik baholanadi. Undan so'ng o'rganish bosqichiga o'tiladi. O'rganish bosqichida bizda harbiy tibbiy ko'rikdan o'tiladi. Sog'lik holati tekshiriladi. Sog'lik holatidan ham yaroqli chiqqandan so'ng bizda boyagidek poligraf tekshiruvi bor. Psixopoligraf tekshiruvi. Buni endi oddiy til bilan aytadigan bo'lsak, ko'pchilik yoshlarimiz kinolarda ko'rishgan buni, detektor leji deydi. Shunaqa uskuna hozir biz uskuna orqali ishga olish jarayonlarini boshladik. Negaki mana hozir ijtimoiy tarmoqlarda ko'rayotgan bo'lsanglar, bizning ham o'sha xodimlar bilan bog'liq ko'p mojaroli masalalar bor, qo'pol muomalada bo'lgan holatlari bor. Shulardan kelib chiqib bizda hozir yangi tartib qo'llanib, poligraf tekshiruvi orqali mana shunaqa salbiy omillarni keltirib chiqaruvchi nomzodlarni ham shu oldindan aniqlash imkoniyati paydo bo'ladi. Albatta, bu o'sha maxsus poligraf apparati orqali, savol-javob orqali mana shunaqa salbiy omillarni keltiruvchi bor nomzodlarni ham aniqlash imkoniyatiga ega bo'lyapmiz. Mana shu jarayonlarda hammasidan o'tgan nomzodlarimiz yana shu joyini hozir men aytib ketmoqchi bo'lganim, oldingi tartib bo'yicha lavozimga tayinlanardi. Undan so'ng bizda boshlang'ich tayyorgarlik bor. Bu majburiy 3 oylik boshlang'ich tayyorgarlikdan o'tadi nomzodlarimiz. Hozir yangi tartib bo'yicha endi lavozimga tayinlanmasdan to'g'ridan-to'g'ri bizda Malaka oshish instituti tarkibida boshlang'ich tayyorgarlikdan o'tadigan bo'ldi. Boshlang'ich tayyorgarlikka lavozimga tayinlanmasdan to'g'ridan-to'g'ri yuboriladi. U yerda oylik olmaydi, faqat pensiya, stipendiya oladigan bo'ladi. Ana kursantlarimizga singari, ular ham kursant sifatida bu yerda boshlang'ich tayyorgarlikdan o'tib, stipendiya bilan ta'minlanadi. 3 oylik boshlang'ich sinovdan o'tgandan keyin, boshlang'ich tayyorgarlikdan o'tgandan keyin maxsus sertifikatimiz bor. Maxsus sertifikatni o'sha sinovlardan o'tib olgandan so'ng qaytib kelib yo savdorlik yoki belgilangan ofitserlik lavozimlariga tayinlanadi. Rahmat Farid aka. Ko'pchilik savol beryapti. Bugungi kunda asosan qaysi ish o'rinlariga ishga qabul bo'lmoqda hamda ko'pchilik yoshlardan asosan savollari bir xil bo'lyapti Farid aka. Men misol uchun irrigatsiya universitetini tamomlaganman, men Jahon tillari universitetini tamomlaganman yoki Milliy universitetini tamomlagan degan savollar kelyapti. O'zi umuman qaysidir universitetni tamomlashida farqi bormi ichki ishlar sohasiga xodim sifatida qabul qilinish uchun yoki bo'lmasam mana shu o'sha harbiy guvohnomaga ega bo'lishi hamda oliy ma'lumotli bo'lishi yetarlimi? Qanaqa shart-sharoitlar bor? Rahmat. Bizda alohida mutaxassislik talab etiladigan lavozimlar bor. Alohida mutaxassislik talab etiladigan lavozimlar bor. Bundan tashqari lavozimlarga bizda hozir umumiy talab bo'yicha bizga ishga kiruvchilar oliy ma'lumotga ega bo'lish kerak yoki sirtqi ta'limda o'qiyotgan bo'lish kerak
profilaktika inspektori yordamchisi bo'lib o'rta maxsus ma'lumotga ega bo'lsa ham uni ham xizmatga qabul qilishimiz mumkin. O'zimizni idoraviy akademik litseylarni tugatgan yoki harbiy akademik litseylarni tugatgan bo'lsa ham o'rta maxsus ma'lumotga ega bo'lsa ularni xizmatga qabul qilishimiz mumkin. Ayrim lavozimlarimiz mutaxassislik talab etiladigan lavozimlar hisoblanadi. Bizning mana shu tarkibimizda tibbiyot boshqarmamiz bor. Shifokorlarimizga mutaxassis talab etiladi. Agar tibbiyot yo'nalishi bo'yicha mutaxassislik ega bo'lmasa, undan u yo'nalishga tayinlanmaymiz. Mana asosan bizda profilaktika inspektori lavozimlariga ko'p tanlov bo'ladi. Patrul post xizmati yo'nalishi bo'yicha tanlovlarimiz ko'p bo'ladi. Mana patrul post xizmati yo'nalishi bo'yicha agar tanlov e'lon qilinadigan bo'lsa, savdolik lavozimiga boyagi talablar, ma'lumoti oliy bo'lsa yoki sirtqi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa bo'ldi fuqarolarimiz. Biza uni mutaxassisligiga e'tibor berilmaydi. Alohida mutaxassis talab etiladigan lavozimga olish uchun mutaxassislikka biz e'tibor beramiz. Farid Po'latovich, hozir yana bitta narsaga aniqlik kiritib ketishingizni iltimos qilgan bo'lardim. Masalan, deylik, oliy ma'lumotlik u. Uni unvoni qanday oshiriladi? Deylik, misol uchun bakalavriatni tamomladi, biror bir oliy o'quv yurtini va Ichki ishlar vazirligiga ishga kirdi. Kichik serjant unvonidan boshlaydi oliy ma'lumotli bo'lganligi uchun. Va yana bitta masala, agar magistraturani tamomlab turib kirgan bo'lsa-chi, qanaqadir ustunlik beriladimi? Shu bo'yicha ham savol so'rashibdi. Tushundim. Bizda hozir yangi tartib bo'yicha aytdim, boya tanlovlarda dastlab umumiy tanlov asosida xizmatga qabul qilinib, boshlang'ich tayyorgarlikka yuboriladigan bo'ldi. Boshlang'ich tayyorgarlikdan tugatib 3 oylik boshlang'ich tayyorgarlik tugatib kelgandan keyin ma'lumoti o'sha o'qigan yo'nalishidan kelib chiqib yo savdolik yo ofitserlik lavozimiga tayyorlanadi. Savdolik lavozimiga tayyorlansa, o'zi xizmatga qabul qilish jarayonida unga savdor maxsus unvon berib qabul qilinadi. Agar sinov o'sha boshlang'ich tayyordan o'tib kelgandan keyin ofitserlik lavozimiga tayyorlanadigan bo'lsa, katta serjant unvoni bilan sinov muddati, mana bizda hozir 1 yillik sinov muddati o'rnatilgan. Xizmatga qabul qilingandan boshlab o'sha boyagi boshlang'ich tayyorgarlikka uni ichiga kiradi shu. 1 yillik sinov muddati o'rnatiladi. 1 yillik sinov muddatini boyagi ofitserlik lavozimiga tayyorlangan nomzodga, xodimga 1 yillik sinov muddati o'rnatilgan. Sinov muddati yakuni bo'yicha keyin unga leytenant maqsad berish masalasi ko'rib chiqiladi. Unga murabbiy biriktiriladi. Bevosita rahbarlari murabbiyni shu 1 yillik sinov muddati yakuni bo'yicha uni baholanadi. Xizmat faoliyati baholanib, agar sinov muddatidan yaxshi o'tadigan bo'lsa, unga leytenant maqsad unvoni beriladi. Bizda o'sha qaysi ma'lumot bo'ladigan bo'lsa ham uni o'sha sinov muddatidan o'tadi. Sinov muddatidan o'tish kerak. Birinchi dastlab ridoy unvoni bilan savdorda unvoni bilan xizmatga qabul qilinib, lavozimga tayinlash jarayonida katta serjant beriladi agar ofitserga tayinlansa. Sinov muddati yakuni bo'yicha leytenant maqsad unvoni tavsiya etiladi. Farid Po'latovich, mana ko'pchilik yozyapti, nomzodning sog'ligiga nisbatan ham cheklov mavjudmi? Qanday holatlarda tibbiy o'sha tibbiy tekshiruvdan qaytarilishi mumkin? Va bu bo'yicha ham bizda alohida Vazirlar Mahkamasining qarori bor, tibbiy tekshiruvlar bo'yicha. Endi bizda umumiy qonunimizda yozilgan o'sha bevosita muammolarga layoqatsiz bo'lgan, o'sha sog'ligining holatiga ko'ra ishchilar organlar xodimlarga yuklatilgan majburiyatlarni bajara oladigan nomzodlar qabul qilinadi. Bu tekshiruv jarayonlarida aniqlanadi. O'sha tibbiy ko'rik tekshiruvlari bor, chuqurlashtirilgan nomzodlarimiz ko'pchilik bizda asnodan armiyaga borib kelgan bo'ladi. Armiyada o'sha borishdan oldin tibbiy tekshiruvlar bo'ladi. Xuddi shunga o'xshash bizda ham chuqurlashtirilgan ko'rikdan o'tib, sog'ligi holatiga ko'ra yaroqli topiladigan bo'lsa, har xil kasalliklar bor. Bizda o'sha ustunlarimiz bor, o'sha tibbiyot yo'nalishi bo'yicha birinchi ustun, ikkinchi ustun o'sha qarorda belgilangan. Shu ustunlardan kelib chiqib, qaysi ustunga to'g'ri keladigan bo'lsa yoki kasallik aniqlanadigan bo'lsa, o'shalarni xizmatga qabul qilish yoki xizmatga qabul qilish maqsadga muvofiq emas bo'lsa, shifokorlarimiz tomonidan xulosa beriladi. Rahmat. Farid Po'latovich, Abbos To'chiyev nomli akkaunt egasi yozyaptilar. Vazirlikka ishga kirishda majburiy harbiy xizmatni o'tagan bo'lishi shartmi yoki boshqa lavozimlar ham bo'ladimi Ichki ishlar vazirligi tizimida deyapti. Bizda mana oddiy til bilan aytadigan bo'lsak, formaliy lavozimga ishga kiradigan bo'lsa, shart. Bu qonunimizda ham belgilangan, qarorlarda ham belgilangan. Ishga kiruvchi nomzodlar 1 oylik yoki 1 yillik yoki mana bu harbiy kafedrada o'qigan bo'lishi shart. Ishchi xizmatchi lavozimlarimiz bor. Erkin yollangan deydi bizda. Ishchi xizmatchi, ular fuqarolik mehnat kodeksi asosida ishga qabul qilinadi. Ularga talab qilinmaydi armiyaga borish shartligi. Qolgan barcha o'sha attestovniy lavozim deydi, shahodatlangan lavozimlarga bizda xizmat o'tagan bo'lishi kerak. 1 oylik, 1 yillik yoki harbiy kafedrada. Rahmat. Sevara Tursunova nomli akkaunt egasi yozyaptilar. Nomzodlardan, chet tillaridan birish ustunlik beradimi nomzodlarga?
degan savolni beryaptilar. Beradimi ustunlik? Chet tilini bilgan yaxshi. Mhm. Bizda endi xalqaro hamkorlik bo'linmalarimiz bor. U yerda o'sha boya aytganimdek alohida mutaxassislik talab etiladigan bo'linmalarga kiradi bu ham. Bu yerda chet tilini yaxshi biladigan bo'lsa, xalqaro hamkorlik bo'linmalarimizga ishga olishimiz mumkin bo'ladi, qaysi bir tilni biladigan bo'lsa. Mhm. Lekin umumiy boyagida aytgandek patrul post xizmati, profilaktik inspeksiya lavozimlariga o'tganda chet tili talab qilinmaydi. Boya aytgandek xalqaro hamkorlik yoki turizm sohasi yo'nalishi bo'yicha lavozimlarga tanlovlar e'lon qilinganda chet tilini bilishlik darajasi talab qilinadi. Rahmat. Assalomu alaykum Farid Polatovich. Ushbu ko'rsatuvni jonli efirni kuzatib kelmoqdaman va savolim shundan iboratki, agar fuqarolar suhbatga borayotganda asosan qanday savollar beriladi suhbat jarayonlarida deyapti. Mana dastlabki o'rganish boya aytdim, ro'yxatdan o'tgandan keyin dastlabki o'rganish bosqichida nomzod bilan o'sha umumiy talablarga mosligi, boshqasi bo'yicha savol-javob qilingandan keyin o'sha bu kasbni tanlashdan maqsadi, uni tushuntiriladi, maqsadi o'rganiladi. Bu yerda o'sha o'ziga yarasha qiyinchiliklari tushuntiriladi-da. Bu yerda endi savollar asosan qanaqa? Mana o'zimiz ham ko'p qatnashamiz. Boya maqsadini so'raladi. Bu kasbni tanlashingizga asosiy sabab, maqsad nima? Qiziqaman degan savollar bo'ladi. Qiziqish, ko'pchilikda qiziqish bor. Men maslahat berardim. Istagi bosh qiziqish bildirayotganlarga boyagida aytganimdek, bizda qonunimiz 407-sonli qonun bor. 2016-yilda qabul qilingan. Uni bilishlarini, bu 2017-yilda 13-sonli qaror qabul qilingan. Uni bilishlarini, boyagida idoraviy buyrug'imizda aytdim, adliyadan ro'yxatdan o'tgan, uni bilishlarini so'rab qolardim, chunki qiziqish bilan boyagida kelgandan keyin savol-javoblarda juda ko'p oqsoqliklar bor. Nomzodlarimiz faqat qiziqish bilan cheklanib qolyapti. O'zini ustida ishlash, boyagida qiziqib turib savol beriladi. Asosan mana birinchi savol qiziqaman degandan keyin qiziqqan bo'lsangiz, bizani qaysi me'yoriy hujjatlar bilan tanishib chiqdingiz? O'zi bizani da ishlar organlarida asosiy vazifalar nima? Nima ish qilar ekan o'zi? Degan savollarga asosan nomzodlarimiz javob bera olmaydi. Bu yerda faqat qiziqish bilan, kelish bilan chegaralanib qolinadi. Demak, sohani kirib o'rganish kerak. Ozgina tushuncha bo'lish kerak. Bu yerda aytgandek qonun, qarorlardan ozgina tushuncha bo'lsa, o'zi uncha-muncha savolga ham javob anaqa qolmaydi. Nomzodlarimizda yana ko'p kuzatilayotgan narsa tayyorgarlik ko'rmasdan kelishadi. Mana sport normativlari, boshqalarni belgilab qo'yilgan, aniq yozib qo'yilgan. Bundan topshirish kerak, bundan topshirish kerak. Normativlari bo'lsa, turnirda oladigan bo'lsa, nechta tortilsa o'tadi. Shu narsalar aniq yozib belgilangan, lekin sinov jarayonlarida buni aksini ko'ryapmiz ko'p hollarda. Faqat o'sha qiziqish bilan cheklanib qolishi. Men tavsiya qilardim, oldin o'zini ustida ozgina ishlash kerak. Bu me'yoriy hujjatlarni o'ziga savol berish kerak. Bu kasbni tanlayapman, demak nima ish qilar ekan? Talablarga javob beramanmi? Talabga javob beramanmi yo'qmi? Ertaga men forma kiyadigan bo'lsam, men o'sha hozir ishchilarga qo'yiladigan umumiy talablarga mos bo'lamanmi? Fuqarolarga qanchalik men yaqin bo'la olaman, qanchalik yordam bera olaman degan savollarga javob berib, o'ziga o'yirim bo'lgandan keyin bizga o'sha murojaat qilgani to'g'ri bo'ladi. Rahmat. Xo'p, savollar juda ham ko'p, Farid Polatovich. Shuning uchun iloji boricha tezroq savollarni o'qishga harakat qilaman. Demak, pedagogik tajribaga ega bo'lgan fuqarolarga ham vazirlikda ishlash imkoniyati beriladimi? Albatta, bizda ham o'sha ta'lim akademiyamiz bor, boya aytgandek malaka oshirish instituti bor, idoraviy akademik litseylarimiz bor. Agar shahodatlangan lavozimga umumiy asosda, tanlov asosida ishga kiraman desa, o'sha tanlov e'lon qilinganda qatnashishi mumkin bemalol. Aynan pedagogik faoliyat bilan shug'ullanaman ichki organlarda ham desa, buni akademiyamizga, malaka oshirish institutlariga murojaat qilishlari mumkin. Yoki umumiy asosda lavozim bo'yicha uchastkovoy bo'laman yoki TPSda ishlayman deydigan bo'lsalar, umumiy asosda tanlov e'lon qilinganda qaysi hududda yashayotgan bo'lsalar, o'sha hududdan qatnashishi mumkin. Anvar Salimov nomli akkaunt egasi yozyaptilar. Poytaxtdan boshqa hududlarda istiqomat qilayotgan fuqarolarga ishga kirish uchun poytaxtga kelish kerakmi yoki bu ish o'sha hududda turib ham amalga oshirsam bo'ladimi deyaptilar. Agar ular poytaxtga ishga kirmoqchi bo'lsalar, poytaxtga kelish kerak. Bu sinov, bu dastlabki o'rganish degandan keyin dastlabki o'rganish xuddi siz bilan biz gaplashib turganda shunaqa muloqot tarzida o'rganiladi. Bu poytaxtga kelish kerak bo'ladi. Agar viloyatda ishga kirishga istagi bo'ladigan bo'lsa, viloyatda o'zida u narsa tanlovlar amalga oshiriladi. Rahmat. Demak, yana bir savolni o'qib eshittirmoqchiman. Ichki ishlar akademiyasiga qabul jarayonlari haqida ham ma'lumot bera olasizlarmi? Talablar qanday? Ma'lumot bera olamizmi? Albatta. Akademiya Men bu bo'yicha
Hurmatli yoshlar, vaziyatdan kelib chiqib, men sizlarga murojaat qilmoqchiman. Savollaringizni quyidagi chat orqali, mana YouTube'da ham jonli translyatsiyamiz ketmoqda, hamda murojaat botlarimiz bor va chatlarimiz bor va mana shu savollarni berayotganda iltimos imlo qoidalariga qat'iy rioya qilib yozishingizni iltimos qilaman. Shunda meni mutaxassisimizga, spikerimizga savolingizni to'g'ri yetkazish uchun menda ham imkoniyat bo'ladi. Imlo qoidalariga rioya qilishingizni iltimos qilaman, chunki bir xil savollarni tushuna olmayapman o'qishga. Marhamat. Kunduzgi akademiyada o'zi kunduzgi ta'limga o'qishga qabul qilish tartiblari bo'yicha qaror tasdiqlangan. 2017-yildan 958-sonli qaror. Bizda bu yerda tanlov jarayonlari bor. Dastlabki tanlov, maxsus kasbiy tanlov, yakka tartibda yakuniy suhbat. Bu yerda endi tartiblar boshqaroq, xizmatga qabul qilishdan bu o'qishga qabul qilish tartiblari boshqaroq, bu alohida qaror bilan tasdiqlangan. Yoshi 18 dan kichik, 25 dan katta bo'lmagan ishchilar xodimlari, akademiya litsey hamda bitiruvchilari, yordamchilar 22-yildan boshlab bizga fuqarolik oliy ta'lim muassasalaridan 10% kvota beriladigan bo'ldi. Qabul yili o'sha har yili 15-noyabrdan 15-fevralga qadar arizalar qabul qilinadi. Bu parametrlar o'sha bir xil umumiy asosda. Bu yerda ham o'sha sinovlarda to'sinda tortilish, 100 metrga yugurish, 3000 metrga yugurish yigitlar uchun, qizlar uchun kuch ishlash mashqlari kompleksi 100 metrga yugurish, 1000 metrga yugurish, yozma ish bo'ladi. Bu yerda kimyo, fizika, og'zaki, chet tildan o'zlashtirishga darajasini baholash test bo'ladi, matematikadan test bo'ladi. Mashg'ulot jarayonlari biz bor akademiyaga kirishmoqchi bo'lganlarga. Farid Po'latovich, yana mana shu akademiya bo'yicha savollar kelyapti. Jamshidbek Muzaffarov nomli akkaunt egasi yozyaptilar. Akademiyaga kirishda boquvchisini yo'qotgan nomzodlarga ham imtiyoz beriladimi, imtiyoz bormi deb savol beryaptilar. Bu hozir bu bo'yicha men sizga aytadigan bo'lsam, boya qarorda aytdim. Endi bu yerda boquvchisini yo'qotgan deganda bizda asosan imtiyozlar bor. O'zimizda ishchi orada xizmat qilib, xizmat burchini bajarish vaqtida halok bo'lgan ishchilar xodimlarini farzandlariga nisbatan ko'proq imtiyozlar talqin qilingan, lekin umumiy asosda boshqa imtiyozlarimiz belgilanmagan. Rahmat. Tushunarli bo'ldi. Assalomu alaykum. Tor doirada mutaxassislar ishga olinadi adashmasam. Fuqaro yuridikani bitirgan bo'lsa, 35 yoshgacha olishadimi ishga? Bularda ham jismoniy tanlov bo'ladimi? Shinargul Kuanisheva nomli akkaunt egasi yozyaptilar. Tor doirada mutaxassislar ishga olinadimi adashmasam? Albatta, boyagi buyrug'imizda tor ixtisosli yo'nalish bo'yicha lavozimlar belgilangan. Shu yo'nalishlar bo'yicha bizda shu mutaxassisga ega bo'ladigan bo'lsa, biz tanlovlarsiz ishga qabul qilamiz ularni. Bu aytgandek tibbiyot dedim, axborot texnologiyalari dedim, psixologik yo'nalishlar bo'yicha mana hozir yosh ham 35 yoshgacha chegaralangan bo'ladimi Farid aka bu yerda? Bu yerda yosh chegarasi qanaqa? Bizda belgilangan mana erkaklar uchun bizda xizmatda bo'lish yoshi 55 yosh hozirgi kunda. 55 yoshda belgilangan. Tor mutaxassis bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, xizmatga qabul qilishda bizda umumiy talab pensiya olish huquqiga ega bo'lish kerak. Mana masalan erkaklar 35 yoshda kiradigan bo'lsa, bizda xabaringlar bor, 20 yil kalendar xizmat o'tagandan keyin bizda pensiya olish huquqiga ega bo'ladi. Demak, 35 yoshdan biz olishimiz mumkin. 35 yoshgacha tor mutaxassislar. Ular 20 yil kalendar xizmat qilgandan keyin 55 yoshga to'ladigan bo'lsa, pensiya olish huquqiga bo'ladi shu belgilangan yoshga yetganda. Rahmat.